Dahshat kanal keldi bugun. Eski obunachilarimiz juda yaxshi taniydi. Ovqat yo'nalishidagi kanal. Doxodlari ham vaqtida zo'r bo'lgan. Xo'p, hozir sizlarga umumiy holatda batafsil obzor qilib beraman. 257 ming obunachisi bor do'stlar. Qaranglar mana. Statistika. 257 ming obunachisi bor. Eng ko'p ko'rilgan videolar 5 million, 3 million, 2 million. Mana qancha pul to'lashini ko'rsatib ketaymi? Mana ovqat yo'nalishiga qiziq yurganlar bo'lsa do'stlar, ovqat yo'nalishi hali ham populyarni yaxshi to'laydi. 5 million prosmotrga $1000 dan oshiq to'lagan do'stlar. Normalmi? 5 million prosmotrga $1000 dan oshiqroq to'layapti. Xo'p, ikkinchisini ko'rsataman. 3 million prosmotrga qancha to'lagan? 3 million prosmotrga hozir ko'rsataman. 3 million prosmotrga $423 to'lagan. Ayrim videolarga ko'proq to'laydi, ayrimlarga kamroq to'laydi. Sababi bor. Agar videolaringizda masalan inglizlar ko'rsa ko'proq to'laydi. Oldin Rossiyada ham monetizatsiya bo'lgan-ku, shuni hisobiga yaxshi to'lagan birinchi videoda, ikkinchi videoda esa monetizatsiya tashlab o'rgan hisobiga adashmasam daromad sal kamroq bo'lgan. Xullas shu zo'r kanal. Doxodlarni ko'rsataman. Prosta bu kanalimiz egasini eskilar yaxshi biladi. Egasini 5-6 ta kanali bor. Bundaqa kanaldan bitta 700 ming taligi bor, yana boshqa kanallari bor. Oyiga $1000 undan oshiq topadilar. Prosta vaqt yo'q yurg'izishga. Vaqt yo'q, shunga bekor turmasin. Sotvoray kanal deb sotaveryaptilar. Shunga mana video yuklanmagan ko'rib turibsizlar, chunki boshqa kanallardan doxod normalniy bo'lgan hisobiga buni o'sha o'tirishdan foyda yo'q deb sotib bering deb aloqaga chiqdilar. Hozirgacha Visivremani qarasanglar, yaxshi pul topgan do'stlar mana. Hozirgacha $9000 pul topgan. Buni AdSense, PadSense hamma yo'g'ini o'zim qilib berganman. Даже bu kanal meni o'zimning nomerimda turibdi, o'zim telefon nomerimga ochilgan. Hozirgacha o'zgartirilmagan. O'zim telefon nomerimda turibdi, knopkalarni ham o'zim chaqirib berganman, pin kodlarni ham, soliq, poliq, pul yechishlargacha haligacha o'zim qilib beraman hamma kanallarini. Mana bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Kanal ishonchli, bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Keyingi narsa, knopkalar bor. Knopkasini ham o'zim chaqirib berganman. Uni knopkasini qo'shib beradilar, bilmayman, lekin menimcha qo'shib bermasalar kerak. Lekin knopkalari ham bor. Kanalimiz nomi Samira Gotovitmidi yo Samira Kitchenmidi, qaysi biri ekan? Bu Samira Kitchen kanali ekan do'stlar. Samira Kitchen kanali, ushbu kanalimiz sotiladi. Sizlar tarafdan hisobga qo'yinglar. Ushbu kanalda nechta video bor? Keling, narxini chiqarishdan oldin video soniga qaraymiz. Video soniga qarasangiz, adashmasam 500 dan oshiq video edi. Bitta 400 nechta ko'rsatyapti. Mayli, mana qarang. 400 ta video deng mana. Ovqat yo'nalishidagi video bilasiz, rasxodi bo'ladi. 400 ta videoni ko'paytiring. Bitta videoga qancha? 100 mingdan rasxod ketadimi hozir ovqat qilishga? 1 2 3 100 mingdan rasxod ketsa ham qancha bo'lyapti bu? 40 million rasxod ketyapti mana. 40 million rasxod. Masalan 100 mingdan ketgan taqdirda ham do'stlar 40 million so'm rasxod ketyapti mana shu videoning o'ziga. Biz videolari bilan birga beramiz sizlarga. Videolari bilan birga berishimiz sababi, masalan sotib olsanglar, videolarni qayta qo'yib pul ishlasanglar bo'ladi. Masalan, mana shu ovqat yo'nalishida video qilasizlar. Misol uchun haftasiga bitta yoki bo'lmasa bir oyda 2-3 ta video qilasizlarda, eski videolar bilan kollaboratsiya, ya'ni bir-biriga qo'shilasizlar. Masalan, mana 6 minut, 7 minut video bo'lsa, ikkasi 13 minut qilasiz. Masalan, 1 soatda ovqat pishirishni o'rganamiz yoki shunga o'xshash qilib videolar qilasizlar. Qayta o'zini videosini yuklasa bo'ladi do'stlar, muammo yo'q. Faqat o'zgartirib, bu yog'iga qo'shib, nomini o'zgartirasiz, rasmini o'zgartirasizlar. Shunaqa qilib, masalan, staji bor odam qilsa biladi-da buni. Staji bor odam bo'lsa olib ishlatsa bo'ladi. Biz videolari bilan qo'shib beramiz do'stlar. Sizlarga men Ligota taraf aytaman, videolari bilan qo'shib beriladi. Videosi ham sizga avtorskiy pravasi bilan beramiz. Bu degani siz videolarni xohlasangiz qayta bu kanalga qo'ying. Xohlang boshqa kanalga qo'ying. Bu sizning xohishingiz. Mana shuncha original video hisoblab ko'ring. Mana siz noldan ochaman siz 400 ta video qilishingiz uchun 40 million rasxod qilasiz. Daji bitta videoga 100 mingdan ham oshiq ketadigan joylari bo'lishi mumkin. Misol uchun qarang, o'ldim deganda 50 mingdan ketsa bitta ovqat videoga 50 mingdan ketadigan bo'lsa 20 million rasxod qilingan kanalga. Kanalga balki undan da katta rasxod qilingan bo'lishi mumkin. Masalan, men knopkalarga pul olganman, pin kodlarga olganman, pul yechish berishlarga pul olganman. Yani qancha rasxodi bor. Mana kanalda do'stlar 200 mingta odam bor. 200 ming odam. Xo'p, umumiy holatda kanal narxi $2200 do'stlar. Konkret oladigan odam bo'lsa ozgina tushib beraman. Chunki sizlar hisob kitobini ham qiling, 40 million atrofida rasxod chiqyapti. Videolarni qo'shib beryapmiz. $2200 do'stlar. Konkret oladigan odam bo'lsa sal tushib beraman. Knopkaga va'da berayman, knopka olib bo'lingan. Agar egasi mayli, knopkasini ham berib yuboraman, bering desa beraman. Bo'lmasa yo'q. AdSense yo'q lekin, shuning uchun staji bor odam olsin. Staji bor odam olsa AdSense'ni o'zgartirib, masalan, video yuklab ko'tarib yuborish ehtimoli bor. Staj yo'q odam bo'lsa qiynalishi mumkin. Tushunayapsizmi? Staj yo'q odamga tavsiya qilmayman. Staj bormi? Qo'lingizdan keladimi? Oylar. Olishni 99lik 791 32 32. Telegramdan aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Salomat bo'ling.